Men ham oddiy odam, prezident ham oddiy odam. Prezident bilan uchrashish, men oddiy odam, uchrashaman degan odam uchrashganini men eshitganim yo'q. Bu nima narsaligiga men ham hayronman-da. Nimaga unday mumkin emas? Surxondaryolik o'qituvchi Sharif Xudoyberdiyev prezident Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashishni talab etib, poytaxt Toshkentda ochlik e'lon qilgan. Bu joyda men o'zimga e'tibor istayapman hukumat tomonidan. Oldinlari ham bir necha marta yozganman, masalan, davaychi men shu uchrashayin prezident bilan deb. Xullas, besamar bo'lganda hammasi. 40 yashar Xudoyberdiyev BBC bilan ochlik e'lon qilganining 5-kuni suhbatlashdi. Ko'rishish, shu kishi bilan gaplashish, savollarim bor, global, keyin lokal mamlakat miqyosida bo'ladigan savollar. Shular haqida suhbatlashib, bir samimiy gaplashmoqchiman-da odam bilan odamday. Va mana shu uchrashuvni ham ikkita teng odam sifatida bo'lishini xohlayman. Ya'ni bu talab emas. Bu talab men bilan teng holatda gaplashish kerak. Menga nima qo'yibsan degan odam u mendan o'zini ziyod qilyapti. Tushunyapsizmi? Men ham oddiy odam, prezident ham oddiy odam. Ingliz tili o'qituvchisi sifatida 2 yil Vyetnamda ham ishlab kelgan Xudoyberdiyev prezident bilan shaxsiy muammolar yuzasidan emas, balki hukumat faoliyatidagi o'zi noto'g'ri hisoblagan masalalar, davlat va jamiyat o'rtasida yuzaga kelgan jarlik, siyosiy, ijtimoiy hamda tashqi aloqalarga oid muammolar to'g'risida gaplashishni istashini aytadi. Xudoyberdiyev bundan avval ham prezident bilan uchrashishni so'rab xalq qabulxonasiga murojaat qilgani, biroq uning uchrashuvdan aniq maqsadi yo'qligi vaji bilan murojaati rad etilganini tilga oladi. Rostdan ham chunki aniq bir narsani belgilab olgim kelmaydi-da, nima deydi? Cherry picking deyiladimi? Chunki ko'p u, juda ham ko'p. Bitta aniq maqsadni aytishim qiyin. Lekin oddiy misollar keltiradigan bo'lsak, masalan, mana Ukraina urushi bo'lyapti. Men jon-jahdim bilan qarshiman shu narsaga. Meni ochligim u urushning oldida hech narsa emas. Mana shunaqa dialoglar bo'lishi kerak deb o'ylayman. Va hukumat o'z pozitsiyasini kimga kerak bo'lsa ayta olishimiz kerak butun dunyoga. Hukumat urushni oqlaysanmi yo O'zbekiston? Oqlamaymiz-ku biz. O'qituvchi mamlakatda yakka hokimlik kuchayib bormoqda deb hisoblashi va bu holat o'zini tashvishga solayotgani hamda prezidentga atrofidagilar aytishga botna olmayotgan gaplarni tilga olishni xohlashini ta'kidlaydi. Hozir bir kishini aytgani bo'lyapti-da, masalan, Qoraqalpog'iston masalasida esingizda bo'lsa, moddalarni olib tashlanish haqida bir kishini bitta og'iz gapi bilan hal bo'ldi shu. Bu diktatura deganimi, bilmayman nima degani, monarxiyami, nima bo'lganda ham hukumat umuman ko'pchilik uchun qaror qabul qilinayotganda baribir kimnidir oxirgi gapi kerak deb hisoblayman o'zim ham. Lekin buni bir protokollashtirilishi kerak deb o'ylayman. Unday bir kishi nima deb o'ylasa shu hal bo'lib ketishi kerak emas. Hammamiz gunohkormiz, masalan, mayli shu paytgacha qandaydir bosqichlardan o'tib kelgandir, mayli shu paytgacha kimlardir shantaj qilayotgandir, rahbarni ham qaysidir yaxshi ishni qilmaslikka-da. Ba'zan ko'rinib turadi shunday bir og'iz gapi bilan hal bo'ladiganday ishlar, bir og'iz gapi bilan hal bo'ladigan ishlarni qandaydir paysalga solinadi. Masalan, shu forma masalasi yoki o'sha konstitutsiyaga o'zgartirish kiritilishi masalasi. O'zi rahbar-ku, o'zi aytishi mumkin shunaqa holatda, o'zini bir nuqtai nazarni aytishi mumkin. Xuddiki kontrol, nazorat rahbarda emas, u boshqalarda, lekin kimdaligini bilmaymizmi? Shunday noqulay. Ba'zi joyda bo'lsa chiqiladi-da, mana bunaqa bir og'iz gap bilan o'sha narsa hal bo'lib ketyapti. Qancha bergan va'dalari hal bo'lgani yo'q. Masalan, prokuraturani tozalash, o'rganish bo'yicha boshqa narsalar. Juda ham ko'p narsani aytib yubordi-da boshida. Lekin u narsalarga qadam qo'yilmayapti deb. Qo'yilsa ham kam. Bilmadim, Mirziyoyevday bo'lsa men yomon demayman. Mirziyoyevday bo'lsa yaxshi. Lekin shunchaki u kishiga dostуп через какие-то люди bo'lmasligi kerak deb o'ylayman. Через qanaqadir odamlar orqali bo'lmasligi kerak. Mayli, odamlar o'rganishsin, qanaqa odam nima xohlayapti, radikalmi, kirib otmaydimi? Unaqasini o'rganishsin, lekin o'sha odamlar bilan uchrashishga imkoniyat berish kerak deb o'ylayman. Masalan, Shavkat Mirziyoyevga deb qancha odamlar murojaat qilishadi sotsial setdan, bilasiz-a?
Xudoyberdiyev o'tgan yillar davomida ijtimoiy tarmoqni bosib ketgan odamlarning ushbu murojaatlari davlatning jamiyatdan uzilib qolgani, mamlakatda tizim ishlamayotganidan ishora berayotgani, shu sababdan ochlik e'lon qilish kabi o'ziga xos yo'l orqali davlat rahbarining fuqarolar dardiga qanchalik quloq sola bilishini tekshirib ko'rishni istayotgani haqida gapiradi. Hali bu bunaqa pretsedent yo'q, to'g'rimi? Menimcha yo'q. Bo'lgan bo'lsa bordir. Shuning uchun bilmayman, harakat qilib ko'ramiz, tekshirib ko'ramiz mana empiriskiy. Odamlar menga gapirishyapti-ku, Sharif qilib bo'lmaydi, bo'lmaydigan narsa, ahmoqlik qilma degan narsani menga aytgandan ko'ra, odamlar prezidentga yo'nalishi kerak. Nimaga bitta odamni qabul qila olmaysiz? Nima muammo bor? Ayni vaqtda BBCga ma'lum bo'lishicha, Xudoyberdiyev 30 kunlik ochlik aksiyasini o'ziga bog'liq bo'lmagan sabablar ortidan to'xtatishga majbur bo'lgan.